Maktab mavzusiga qaytamiz. Maktabda bilsanglar shunaqa holat bo'ladi, ruchka yo daftaringiz qolib ketsa, ustoz aytardi. O'zing qolib ketmabsan-da derdi. O'zing qolib ketmabsan-da. Men o'ylardim, ustoz siz rostdan miyangizda o'ylaysizki, men o'zim qolib ketishni plan qilmadimmi? Men o'zi xohlab keldi bo'ladi, qo'lab beryapsizmi siz maktabda men o'zim xohlab keldim. Men qaranglar-da, men planlar tuzam. 11 yilda 11 marta o'zim xohlab chiqqanman. 1-sentyabrda yozda qilgan formamni ko'rsatish uchun. Bo'lmasa ayam urmasa chiqmasdim. Planlar qilardim. Duolar qilib ertaga maktab ochilmay qolsin deb o'tirardim. Tushunasizlar? Koronavirus bo'lganda mendan xursand odam bo'lmagan. Tomdan sakraversamki, u maktabdagilarni ishontira olmaysiz. Uydagilarni, misol, bu ham o'lib qoldi deb ishontirib qo'ya olmaysiz. Bu o'zi o'tirgan bo'ladi. Bu Michael Jackson konsert berayotgan tekin ekan. Uni deya olmaysiz, to'g'risi. Eng qiziq bolalar mana o'sha tan olinglar, qizlarni ko'rgani borardi, ko'pchilik. Sinfda ikkita prioritet qiz bo'lardi, oldi qizlar. 30 ta bola bo'lsa, 10 tasi bitta qizda, yana 10 tasi yana bitta qizda, qolgan qizlarni qolgan bolalar bo'lishib oladi. Bo'ldi, ashlarni ko'rish uchun boradi. Hali 20 ta ichida bir-biri bilan urushib, birinchi deb aniqlanadi. U qizlar o'zi erga tegib ham ketgandir, bizdagilar tega olmadi, kontraktga kirishgan hali ham.